iymon keltirib solih amallarni qilganlarga xushxabar beringki, ular uchun ostilaridan anhorlar oqib turuvchi bog'lar bordir. Rizq etilgan mevalardan har gal tanavvul qilganlarida bu ilgari biz yegan mevalarning xuddi o'zi-ku deydilar. Zero ularga bir-biriga o'xshash mevalar berilgan edi. Yana ular uchun u yerda pokiza xotinlar bordir va ular u yerda abadiy qoluvchilardir. Alloh taolo aytadi: Men o'z solih bandalarim uchun ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan va inson qalbidan ham o'tmagan narsalarni tayyorlab qo'ydim. Imom Buxoriy, Sajda surasi tafsiri. Iymon keltirgan va solih amallarni qilganlarni esa abadiy yashaladigan, ostidan anhorlar oqib turadigan bog'lar jannatga kiriturmiz.